virus, Baratovkani virusi bu har safar yuqqani uchun chiqmaydi. U epidermatologda virus, terida yashaydi. Terida yashaydi. Buni moyilligi bor-da, o'sha. Yo'q, buni moyilligi borligida emas. Bu 14 yoshgacha bo'lgan bolalarda immunitet apparati shakllanib keladi-ku, immunitet shakllanib keladi. Atrofdagi hamma narsaga reagirovать qiladi immunitet. O'sha reagirovать qilayotgan payti, immunitet o'ynab turgan paytda, shakllanib kelayotgan paytida o'sha viruslar, teridagi viruslar masalan travma bo'lgan joydan chiqib keladi, shilingan joydan chiqib keladi, qurib qolgan joydan chiqib keladi, qo'li bilan ko'p travma tegadigan, travma qiladigan joylardan chiqib keladi bu virus. Hammada ham chiqavermaydi. Как вы говорите, moyillik ham bo'lishi kerak. O'shaning uchun Baratovka yosh bolalarda ko'p uchraydi. Immuniy sistema igriviy bo'lib turgan paytida chiqib bersa, katta bo'lgandan keyin paydo bo'ladi. Katta bo'lgandan keyin paydo bo'lganiga o'sha immunomodulyatlar qilinadi. Immunitet ko'taradigan. Yosh bolalarga men immunitet ko'taradigan dorilar berishni tarafdor emasman, chunki immunitet ko'taradigan dorilar bersangiz, o'zining immuniteti ishlamaydi-da, потом. Bir ishlamaydi, ikki ishlamaydi, to'g'ri, bir marta berganingiz hech nima o'zgarmaydi. Hadeb beraveradigan bo'lsangiz, u immunitetiga aralashganingiz yaxshi narsa emas. Masalan, 14-15 yoshgacha tegmay turish kerak. Keyin 14-15 yoshdan keyin immunomodulyatlar bersangiz bo'ladi. Kerak bo'lgan. Bu holat o'tib ketadigan holat. Endi pishvarительный muammolarda, pishvarительный muammo bormi yo'qmi, vitamin D qanaqa holatda bilish uchun hozir ko'ryapmiz, vitamin D beramiz, terisini ulajat qilib turasiz. И пищеварительная система лечения qilamiz. Ichinglar.